Osiyo uyga yetib kelganida ustalar allaqachon ishlarni tugatib ketishgandi. Bir oy davom etgan ta'mirdan so'ng uylari butunlay o'zgargan. Xonadonning ko'rki yanada ochilgandi. Bu bir oy ichida eng ko'p charchagan inson ehtimol Osiyo bilan Sakina bo'lishgandi. Ertalabdan kechgacha ustalarga qarash, ovqat tayyorlash, uy yumushlari hammasi ularni zimmasida edi. Bugun esa uyda yana bir o'zgacha shukuh hukm surardi. Osiyoning ikki ammasi ham kelishgan. Ertangi fotiha uchun tayyorgarlik qizg'in davom etardi. Xonaning bir chetida did bilan bezatilgan qutilar, kelinning oppoq libosi, nafis tuflilari va taqinchoqlari turardi. Osiyo beixtiyor ularga tikilib qoldi. Bir lahza xayol surdi. Bir kun kelib, u ham kimningdir yoriga aylanishini tasavvur qildi. Ammo shu onda yuragi yana sanchib og'ridi. Kimniki bo'lsa ham Boburniki bo'lmaydi. Endi uni o'ylashning o'zi ham qiz uchun gunoh. U allaqachon o'zgani yori. Osiyo buni aqli bilan qabul qilgan, ammo yurak esa hali ham kurashardi. Nihoyat orziqib kutilgan to'y kuni ham yetib keldi. Tong otishi bilan uyda shovqin-suron boshlandi. Faqat bitta kutilmagan voqea hammani kuldirib yubordi. Kuyov uxlab qolgandi. Erta tongdayoq Usmonning do'stlari, yaqinlari va kuyov navkarlari birin-ketin kelishni boshlashdi. Ularni ayrimlari Osiyoni ko'rishi bilan unga qiziqib ham ulgurishdi. Ammo qizning bunga e'tibor berishga na vaqti, na xohishi bor. Uning o'z tashvishlari o'ziga yetarli edi. Kuyov navkarlar kuzatilib bo'lingach, uyda qolganlar ham to'yga tayyorlana boshlashdi. Sakina uchun salondan stilist chaqirildi. Oradan bir necha soat o'tgach, go'yo u 10 yoshga yoshargandek ko'rinardi. Osiyo kulib onasiga qaradi. "Dadam sizni qaytadan sevib qoladilar shekilli", dedi hazillashib. Sakina ham kulib yubordi. Navbat Osiyoga keldi. Qiz yuziga juda yengil pardoz qildirdi. U tabiiy husnini yashirib yuboradigan emas, aksincha, yanada ochib beradigan pardozni tanladi. So'nggi oylar davomida boshdan o'tgan iztiroblar, stress va uyqusiz tunlar uni ancha toliqtirgandi. Ammo bugun u yana ochildi. Go'yo bahorning ilk tongida ochilgan guldek. Tabiat ham unga shunday husn ato etgandiki, unga ozgina pardozning o'zi kifoya. Soat taxminan 6 ga yaqinlashganda barcha mehmonlar bilan birga to'yxonaga yo'l olishdi. Mustafa ishdagi hamkasblari, yaqin do'stlari va tanishlarini taklif qilgandi. Usmon ham advokat bo'lgani sababli mehmonlarning aksariyati ilmli, obro'li insonlar edi. Osiyo barcha qarindoshlari bilan birma-bir ko'rishib chiqdi. Aynan o'sha kuni ko'pchilik ilk bor Mustafoning bo'yi yetgan, husni bilan ajralib turadigan qizi borligini ko'rdi. To'y tugashi bilan sovchilikka borishni niyat qilgan ayollar ham topilardi. Buni esa faqat ayollarning o'zigina sezardi. Ko'p o'tmay karnay-surnay sadolari ostida kelin-kuyov to'yxona eshiklaridan kirib kelishdi. Yor-yor yangradi. Nigora kelib avvalo Sakina bilan ko'rishdi. Hayajoni yuz-ko'zdan bilinib tursa-da, buni hamma tabiiy hol deb qabul qildi. Marosim asta-sekin o'z fayzi bilan davom etardi. Osiyo qarindoshlari bilan bir stolga o'tirdi. Oilaviy suratga tushish uchun chaqirilmagunicha o'sha joydan turmadi. Mustafa, Sakina, Usmon, Nigora, Abdulloh, Zubayr va Osiyo birin-ketin kuyov va kelinni sahnasiga chiqishdi. Negadir aynan shu paytda musiqa ham bir lahzaga pasayganday bo'ldi. Mehmonlarning nigohlari oilaga qaratildi. Ularni orasida oppoq libosdagi, malakni eslatuvchi bir qiz ham bor, Osiyo. Ular avval barchalari birgalikda, keyin esa alohida suratga tushdi. Osiyo akasi bilan, so'ng ota-onasi bilan suratga tushayotgan paytda zalning narigi chekkasida turgan bir yigitning nigohi unga qadaldi. Bu Murod edi. Nihoyat u qizni topgandi. Klinikadagi o'sha uchrashuvdan keyin Murod uni qayta-qayta izlagandi. Hatto Umida Adilovnadan ham so'ragan. Ammo hech kim Osiyoning qayerdaligini aniq ayta olmagandi. Universitetda amaliyot ham tugagan. Qiz go'yo yer yutgandek g'oyib bo'lib qolgandi. Axiyri Murod qidirishni to'xtatib o'zini ovutdi. Agar taqdirda bo'lsa, yana uchrataman. Bugun esa taqdir va'dasida turdi. Nafaqat Osiyoni yana uchratdi, balki qiz o'zining ishdagi yaqin hamkori, do'sti Usmonning singlisi ekanini ham bilib oldi. Murod biznesi sababli huquqiy masalalarda ko'p bora Usmon bilan ishlagan. Vaqt o'tishi bilan ular yaqin tanishlarga aylangandi. Endi esa ko'nglidagi ko'plab savollarga javob topayotgandik.
Nega o'sha kuni klinikada qiz unga zarracha e'tibor bermagandi? Nega uning husni yoki mavqei Osiyoga mutlaqo ta'sir qilmagandi? Bugun aniq javob bor edi. Bunga tarbiya faqat Mustafodek otidan o'tishi mumkin edi. Shu fikr Murodning qalbida Osiyoga bo'lgan hurmatni yanada oshirdi. Suratlar birin-ketin olinar, eng baxtli onlar abadiylikka muhrlanardi. Har bir kadr kulgular, duolar va samimiy tabassumlarni o'z bag'riga yashirardi. Oradan ko'p o'tmay boshlovchi sahnada Sakina bilan Mustafoni taklif qildi. Ularning ortidan 3 o'g'li, yagona qizi ham sahnaga chiqishdi. Oilaviy raqs uchun mayin kuy yangradi. Qo'shiqchilar almashar, to'y esa tobora qizg'in tus olardi. Sakina va Mustafo bilan raqs tushayotgan mahal mehmonlar havas bilan ularga tikilib qolishdi. Ayniqsa Osiyoning nafis harakatlari, latofat bilan uyg'unlashgan har bir qadami uni yanada betakror ko'rsatardi. To'yga kelgan bo'ydoq yigitlarning deyarli yarmi beixtiyor uning husniga mahliyo bo'lib qolishdi. Murod ham ulardan biri edi. Ilgari ham ko'plab go'zal qizlarni ko'rgan, ammo negadir bu qizda boshqalarga uchramaydigan bir sokinlik, bir latofatni sezgandi. Aslida inson oshiq bo'lganda sevganining husni boshqalarnikiga o'xshamay qoladi. Sevganini dunyodagi yagona go'zal deb biladi. To'y davomida Osiyo deyarli sahnaga chiqmadi. U ko'proq akasi bilan kelinoyisining quvonchini tomosha qilib o'tirar. Ba'zan Nigora bilan uzoqdan imo-ishoralar orqali kulib, nimalarnidir gaplashardi. Bir mahal Usmonni do'stlari raqsga tortib ketishdi. Akasi o'rni bo'shab qolganini ko'rgan Osiyo asta borib kelinoyisining yoniga o'tirdi. Ikkalasi bir necha suratga tushdi. Va aynan o'sha lahzada qizning nigohi to'yxonaning narigi tomoniga tushdi. Bobur. Ha. Boburni ham to'yga taklif qilishgan edi. Uni ko'rishi bilan Osiyoning yuragi go'yo urishdan to'xtab qoldi. Yigitning yuzidagi tabassum esa qizning qalbini yanada ezdi. Mana ko'rdingmi? Sen esa hanuz o'zingni ayblab, qiynab yuribsan. Go'yo qalbi o'ziga shunday pichirladi. Agar ayni damda kimdir undan Osiyo, tinchlikmi deb so'raganda, ehtimol u soatlab yig'lab berardi. O'tirgan kursi birdan taxtdek sovuq va og'ir tuyuldi. Qo'l-oyoqlari bo'shashib ketdi. Ishtahasi ham, kayfiyati ham bir zumda yo'qoldi. Tomog'iga nimadir tiqilgandek bo'ldi. Atrofdagi shovqin-suron ham go'yo birdan jimib qoldi. Ko'zlari faqat bitta nuqtaga, Boburga qadalgan. Bu holatni Boburni o'zi ham sezdi. Ammo undan ham oldin buni Murod payqadi. Murod suratga olayotgandek kamerasini biroz yaqinlashtirdi. Obyektiv orasida Osiyoning rangpar tortgan chehrasi yaqqol ko'rinardi. Tobi yo'q shekilli, o'yladi u. Ko'p ikkilanmadi. Asta qizni oldiga bordi. Ahvolingiz yaxshimi? Osiyo xuddi uzoq uyqudan uyg'ongandek seskanib ketdi. Ha. U hayrat aralash Murodga qaradi. Ana shu birgina nigoh Murodning butun hayotini o'zgartirib yubordi. Keyinchalik u o'sha lahzani shunday eslardi. Go'yo men cheksiz dasht-u biyobonda adashib qolgan ovchi edim. Shu payt qarshimdan bir ohu chiqdi. Men uni qo'rqitib yubordim. U cho'chib menga bir lahza qaradi-da g'oyib bo'ldi. Ammo o'sha birgina qarash, o'sha ko'zlar. Men umrim davomida bunday ko'zlarni ko'rmagandim. Nigohda mehr ham bor, sog'inch ham, iztirob ham, cheksiz mahzunlik ham. Go'yo butun bir umr shu ikki ko'z ichiga singib ketgandi. Men aynan o'sha lahzada sehrlandim. Uning husniga emas, avvalo ko'zlarga oshiq bo'ldim. Shu zahot yo qalbim menga, "Mana sening da'voying" dedi. Ichimdan uni o'z yurtimga olib ketishni istadim. Ammo keyin angladim. Bu ohu mening yurtimda bunday nigoh bilan qaray olmaydi. Shunda men boshqa qarorga keldim. Men uning yurtida qolaman. Axir bekorga kimni sevsang, aslida sen o'sha yurtliksan deyishmaydi. Aslida esa Osiyoning ko'zlarida Murodni rom etgan hislar unga yetmasdi. Bu nigohlar Boburning kutilmagan tashrifidan to'qilgan hayrat, so'nmagan muhabbat, armon va sog'inchning aks sadosi edi. Ammo sevgi ba'zan haqiqatni emas, qalb istagan manzarani ko'rsatadi. Shu tariqa to'y nihoyatda fayzli davom etardi. An'anaga ko'ra onalarga gullar topshirildi. Nigoraning ikki ukasi ham qo'llarida bir xil guldastalar bilan sahnaga chiqishdi. Ular opalarini bag'riga bosib samimiy tabriklashdi. Bu manzarani kuzatgan Osiyoning qalbi yana allanechuk bo'lib ketdi. U beixtiyor kelajakni tasavvur etdi. Bir kun kelib u ham kelinlik libosida to'yning malikasi bo'lsa.
Akasi-yu ikki ukasi qo'llarida gullar bilan uning oldiga chiqishsa, uni bag'riga bosib tabriklashsa. Shu tasavvurning o'ziyoq qalbini shirin sog'inch bilan to'ldirdi. Bu orada Bobur ham bir necha bor Osiyoga qaradi. Ammo bu safar uning nigohida avvalgidek jo'shqin muhabbat yo'q. U qizni faqat sinchiklab kuzatardi. Go'zalligini tan olar, qalbining tubida nomini o'zi ham qo'ya olmaydigan qandaydir tuyg'u uyg'onayotganini sezardi. To'y esa kulgular, duolar, ezgu tilaklar ostida o'z nihoyasiga yetib borardi. Shu tariqa to'y ham nihoyasiga yetdi. Yor-yor sadolari hali ham quloqlarda jaranglab turgan bir paytda Usmonovlar oilasi uylariga yana bir aziz mehmon, yangi kelin bilan qaytishdi. To'y boshdan oxirigacha fayzu barakaga to'lib kelgan mehmonlarning dillari shod bo'ldi. Ertasi kuni esa Nigoraning salom bazmi bo'lib o'tdi. Kelin, qarindosh urug'lar va qo'ni-qo'shnilarga tanishtirildi. Uy yana mehmonlar bilan gavjum, samimiy suhbatlar va quvonchli kulgularga to'ldi. Nihoyat mehmonlar kuzatilib, uy ahli ham bir necha kunlik shoshilish va yugur-yugurlardan so'ng ilk bor yengil nafas olib, biroz dam olgandek bo'lishdi. To'ydan 2 kun o'tgach, Osiyo amaliy mashg'ulotlarini uyiga yaqin joylashgan poliklinikada davom ettira boshladi. Bu maskan unga begona emasdi. U yerdagi shifokorlarning aksariyati, hatto ayrim bemorlar ham Osiyoni yaxshi tanishardi. Shu sababli u yangi muhitga moslashishga deyarli qiynalmadi. Oq xalatini kiyib, odatdagi samimiy tabassum bilan ishini bajararkan, o'zini bu yerning bir bo'lagidek his qilardi. Onasi Sakina ham bir vaqtlar aynan shu poliklinikada ishlagan. Endi esa yana o'sha jamoaga qaytish niyatida yurardi. Ba'zan qizi bilan birga o'sha yillarni eslab, shirin xotiralarga berilib ketardi. Kunlar odatdagidek bir-birini quvib o'ta boshladi. Bir hafta ko'z ochib yumguncha o'tib ketdi. Har tong Osiyo amaliyotiga borar, kechga yaqin uyiga qaytardi. Ammo bir narsani mutlaqo sezmasdi. Kimdir uni har kuni uzoqdan kuzatardi. Bu inson Murod edi. Navbatdagi ish kunlardan birida Osiyo poliklinikadan chiqib, odatdagidek uyiga qarab yo'l oldi. Darvoza yonida so'nggi rusumdagi qora mashinaga suyangan holda turgan bir yigit ko'zga tashlandi. Qiz unga bir lahza qarab qo'ydi-yu, begona inson deb o'ylab e'tibor bermadi. Yo'lning mahalla tomonga burilgan qismiga qadam qo'yishi bilan haligi mashina sekin uni yoniga kelib to'xtadi. Mashina eshigi ochildi. Ichkaridan boshdan oyoq qora kiyimda, salobatli qiyofada Murod tushib keldi. Osiyo yigitga bir qarab oldi. Uni bugungi kunda ko'payib ketgan qimmatbaho mashinaga ishonib, qizlarga taassurot qoldirishni istaydigan o'sha shijoatli jasurlardan biri deb o'yladi. Murod esa muloyim ohangda jilmayib dedi: "Osiyo, yaxshimisiz?" Qiz esa bu gapni eshitmagandek indamay ketaverdi. Qadamlarini tezlatgancha yo'lda davom etardi. Ich-ichidan esa bir narsani kutardi. Hozir mashinasini haydab, albatta ortimdan keladi, yo'limni to'sadi, gaplashishga urinadi, deb o'yladi u. Ammo kutilgan voqea yuz bermadi. Murod bir necha soniya qizni ortidan jim kuzatib turdi. So'ng indamay mashinasiga o'tirdi. Rulni orqaga burdi-da, katta ko'cha tomonga yo'l oldi. Bir necha lahzada mashina ko'zdan g'oyib bo'ldi. Osiyo hayron bo'lib uni ortidan qarab qoldi. Rostdan ham g'alati bola ekan, jinni shekilli, dedi o'zicha kulimsirab. So'ng yelka qisib hech narsa bo'lmagandek uyiga qarab yurishda davom etdi. U hali bu uchrashuv ularning taqdirida endigina boshlanayotgan voqealarning ilk sahifasi ekanini bilmasdi. Murod insonlarga qanday ta'sir o'tkazishni juda yaxshi bilardi. Osiyoning fe'l-atvorini oz bo'lsa-da anglab ulgurgan. Agar hozir uni ortidan borsa, qiz buni yoqtirmasligini, aksincha, undan yanada uzoqlashishini sezdi. Shu sababli Murod o'zicha bir reja tuzdi. Hech narsa bo'lmagandek mashinasiga o'tirdi. Rulni ortga burdi va katta ko'cha bo'ylab haydab ketdi. Osiyo esa uyga yetib kelgach, bo'lib o'tgan voqeani kulib kelinoyisi Nigoraga aytib berdi. "Bilasizmi, bugun qanday g'alati voqea bo'ldi?" deb gap boshladi u. Nigora ham Osiyoning gaplarini qiziqish bilan tinglarkan, uni kulgusiga qo'shilib ketdi. Osiyoning hayotida shu kunlarda yangi bir inson, yangi sirdosh paydo bo'lgandi. Nigora kelin bo'lib kelgan ilk kundayoq Osiyoga o'z mehrini, samimiyligini, muhabbatini ko'rsatib ulgurgan. Osiyo ham unga xuddi shunday iliqlik bilan javob qaytargan. Ular orasidagi kelinoyi singil munosabati qisqa vaqt ichida oddiy qarindoshlikdan ko'ra yaqinroq, chinakam sirdoshlikka aylanib borardi. Ertasi kuni Osiyo yana odatdagidek amaliyotga yo'l oldi.
Poliklinikaga yetgach, oq xalatini kiyib ishlarini boshladi. Shifokor bilan birga bemorlarni kuzatuvdan o'tkazdi. Kerakli muolajalarga yordam berdi. Kun odatdagidek sokin va bir maromda o'tayotgandi. Bemorlar soni kamaygach, Osiyo ukol qilishga tushdi. Bir bemordan so'ng ikkinchisi. U navbat bilan ukollarni qilarkan, xonadan tashqaridan balandroq ovozda gaplashayotgan kishining ovozi eshitildi. Go'yo kimdir hamkasbi bilan tortishayotgandek. Osiyo ovoz kelayotgan tomonga asta yurib bordi. Ammo xonaga kirishi bilan ko'zlari katta ochildi. Bu Murod edi. U hamshiralardan biri bilan kapelnitsa masalasida bahslashayotgandi. Aslida janjal qilmayotgan, ammo ovozini balandlatib, o'zining talabini qat'iy turib tushuntirayotgandi. Osiyoni ko'rishi bilan esa Murod birdan unga ehmon qildi. "Venam kichkina, boshqa hamshirangiz qilsin", dedi u go'yo juda jiddiy muammo yuz bergandek. Osiyo chin dildan hayron bo'ldi. Bu yana qayerdan paydo bo'ldi? Murodning vahimasi butun xonani tutdi. Boshqa hamshiralar esa bir-biriga qarab, keyin Osiyoga qarashdi. Ularning nigohlarida go'yo "o'zingiz qilavering" degan ma'no bor edi. Osiyo ichida kulib, yuzida esa hech narsa bildirmay Murodni yoniga bordi. Spirtga botirilgan paxtani olib, uning qo'ldan ichki qismiga, vena ustiga ehtiyotkorlik bilan surtdi. Murod shu onda birdan tinchlandi. Uning ko'zlari Osiyoning yuziga qadalgandi. Qizning shaqlo ko'zlari, uzun va tovlanib turgan sochlari. Murod ularni ilk bor bunchalik yaqin masofadan ko'rayotgandek. U shu manzaraga mahliyo bo'lib qoldi. Igna qachon kirganini ham sezmadi. "Qimirlamay yoting", degan Osiyoning ovozi ham go'yo uzoqdan eshitilayotgandek. Murod esa qizdan ko'z uzolmasdi. Shu lahzada u o'z qalbida ilgari hech qachon his qilmagan g'alati bir tuyg'uni sezdi. Osiyoga oshiq bo'lgandi. Ammo Osiyo buning mutlaqo aksini his qilmasdi. Qiz Murodga biror marta ham boshqalardan farqli nigoh bilan qaramagan. Uning uchun Murod shunchaki bir bemor. Osiyo kapelnitsani ulab bo'lgach, Murodning yonida yotgan 50 yoshlar atrofidagi ayolning oldiga o'tdi. U ayolga ham kerakli muolajalarni qilish uchun egilar ekan. Murod hamon uning ortidan ko'z uzmas. Qizning har bir harakati yigitning nigohida alohida go'zallik kasb etardi. Osiyo esa hali Murodning qalbidan kechayotgan bu hislarni birortasini bilmasdi. U kechagi voqeadan keyin Murod boshqa kelmaydi deb o'ylagan. Hatto uni o'zicha g'alati yigit deb baholab, voqeani kulib unutib ham yuborishga ulgurgandi. Ammo bugun u yana qarshisida turardi. Shunga qaramay Osiyoning qalbida Murod uchun joy paydo bo'lishi oson emas. Chunki uning yuragini bir chetida hali ham Boburga nisbatan o'chmagan tuyg'ular yashardi. Sevgi bilan nafrat bir-biriga qorishib ketgan, nomi aytilmasa ham yuragini bezovta qilib turadigan tuyg'ular. Murod esa bu haqida hech narsa bilmaydi. U faqat bir narsani: Osiyo endi uning hayotidagi oddiy bir qiz emas. Yigit qizning qalbiga kirish uchun o'z yo'lini topishga qaror qilgandi. Murodning dorisi nihoyat tugadi. Osiyo odatdagidek xotirjamlik bilan uni yoniga kelib, ignani ehtiyotkorlik bilan sug'urib oldi. Murod esa yana qizga termulib turardi. Osiyo oppoq xalatda butunlay boshqacha ko'rinardi. Shu tariqa kunlar o'tardi. Ammo Murodning Osiyoga bo'lgan qiziqishi kundan kunga ortib borar. 5 kun, atigi 5 kun davomida u Osiyoning ish joyiga qayta-qayta kelib turdi. Lekin har safar qizni oldiga to'g'ridan-to'g'ri kirib bormasdi. Qabulxonada ishlaydigan ayollarga turli-tuman sovg'alar qoldirib ketar. Ba'zan chiroyli buketdagi gullar, ba'zan ustiga Osiyo deb yozilgan nafis shirinliklar, ba'zan esa qizga atab tanlagan kitoblar. Buni Osiyoga berib qo'yasiz, derdi Murod. Ammo bitta shartni alohida ta'kidlardi. Kim berganini aytmang. Qizni qiziqtirmoqchi, ammo ayni paytda o'zini oshkor qilmaslikni istardi. Osiyo esa sovg'alarni olganida umuman hayajonga tushmadi. Aksincha, gullarni poliklinikadagi shifokorlar va xodimlarga tarqatib yubordi. Shirinliklarni esa shu yerda ishlaydigan tozalovchilar u boshqa xodimlarga berdi. Murod tanlagan sovg'alarning deyarli hech biri Osiyoning qo'lida qolmasdi. Faqat bittasi bundan mustasno. Kitob. Oyisha onamiz haqida yozdirgan kitob edi. Osiyo uni oldi. Ammo kitobni Murod yuborgani uchun emas. Sahobiylar hayotiga azaldan qiziqardi. Ularni ko'rmagan bo'lsa-da, ularning hayoti, sabri, iymoni va go'zal xulqlariga qalbidan muhabbat qo'ygandi. Shu sababli kitob Osiyoning e'tiborini tortdi. Ammo Murod har bir sovg'ani ichiga yana bir sirni yashirib qo'ygan.
Konvert. Har bir konvert ichida esa pazlning bittadan bo'lagi bor edi. 5 kun, 5 sovg'a, 5 konvert. Osiyoning qo'lida pazlning 5 ta bo'lagi paydo bo'ldi. Qizni oddiy narsalar bilan hayratga solish oson emasdi. Gullarga ham, shirinliklarga ham unchalik qiziqmadi. Kitob esa uning shaxsiy qiziqishi sababli qo'lga tushdi. Ammo konvert, ana shu narsa qizning e'tiborini jiddiy tortdi. Har kuni ishga kelganda endi u sovg'aning o'zini emas, avvalo konvertni kutadigan bo'ldi. Bugun ichidan yana nima chiqarkan? Osiyo 5 bo'lakni birma-bir joylashtirdi. Avvalgi hech narsa tushunarsiz. Parchalar bir-biriga ulanardi, ammo hosil bo'layotgan suratning ma'nosini tushunmasdi. Qiz unga uzoq tikilib turdi. Yana bir bo'lagini joyiga qo'yar ekan, uzoqlashtiribroq qaradi. Bu nimani anglatadi? 5 kundan so'ng esa konvertlar kelmay qo'ydi. Hech qanday izohsiz, hech qanday yangi sovg'asiz. Bir necha kun davomida odat bo'lib qolgan o'sha sirli konvertni kutdi. Hech narsa kelmadi. Shunda uni xayoliga birinchi bo'lib Bobur keldi. Lekin darhol o'z fikrini o'zi rad etdi. Yo'q, bu Bobur emas. Bobur allaqachon o'z hayotini yashab ketgan. Osiyo ba'zan o'zini ataylab shunday xayollar bilan qiynardi. Bobur hozir baxtli, turmush o'rtog'i bilan yonma-yon. Uning tayyorlagan taomlardan bahramand bo'lib, aytgan shirin so'zlardan mast bo'lib yuribdi. Bu xayol og'riqli edi. Ammo Osiyo o'sha og'riqni qalbidagi muhabbatni o'ldirish uchun qurol sifatida ishlatardi. Boburni unutishni juda istardi. Har safar u haqida o'ylaganida qalbidagi muhabbat o'rniga nafratni qo'yishga urinardi. Shu sababli bu sirli sovg'alar ham Boburga tegishli bo'lishi mumkin emasligini o'ziga o'zi tayinlardi. Ammo bir savol uning xayolini band qildi. Unda bu sovg'ani bergan kim? Va eng muhimi, nega aynan unga 5 kun davomida 5 ta sirli bo'lak yuborib, 6-kuni birdan g'oyib bo'ldi? Osiyo hali bilmasdi. Bu 5 kunlik sir uning hayotidagi yangi bir sahifaning boshlanishi edi.